atir sotadigan bir sotuvchining yoniga bordi. Atir olayotganida sotuvchi unga dedi: "Nima uchun kelding?" "Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ko'rish uchun keldim" dedi. "Xo'p, unda nega atir olyapsan?" deb so'radi. "Men tuya cho'poniman. Usti-boshimdan tuyaning hidlari keladi. Payg'ambarimizga bu hid bilan ozor bermay deb atir olishga keldim." Sotuvchi aytdiki: "Rostdan ham u kishini ko'rishni xohlaysanmi?" Ko'zlari yoshlanib, "Ha" dedi. "Unday bo'lsa qara, shundoqqina orqangda turibdilar." U odam bozorda Allohning rasuli bilan orqama-orqa turgan edi. Orqaga burilganida unga tabassum qilgan koinotning eng go'zal yuzli, gul yuzli ila qarshilashdi. Ammo tuya cho'poni shunaqangi hayajonlandiki, lablari qaltirab so'zlasha olmadi. Payg'ambarimiz alayhisalom uning bu hayajonni ko'rgandan keyin qo'llaridan tutib, "Uskut ya ahi" dedi. "Tinchlan ey birodarim, men Makkada quruq non yegan Ominaning o'g'liman" dedilar. Bu qanday go'zal so'z, bir o'ylab ko'ring. Insonlarning eng sharaflisiman, Alloh Habibim degani mendagasi bormi demadilar. Insonlarni o'zlariga shuncha